Salom do'stlar, bugun men sizlarga inson tanasi dvigateli bo'lgan yurak haqida aytib beraman. Qani ketdik. Yurak insonning 75 trillion tana qafaschalariga qon haydab yetkazib turadi. Faqat ko'z gavharidagina qon bo'lmas ekan. Yurak har qanday tana muskullaridan ko'ra ko'p ishlaydi. Yurak o'rtacha inson hayoti davomida 1,5 million barrel qon haydar ekan. Bunday qon miqdori bilan poyezdning 200 ta sisternasini to'ldirsa bo'ladi. Ona qornidagi bolaning yuragi 4 haftadan so'ng ura boshlaydi. Dunyodagi eng katta yurak bu ko'k kitning yuragi. Ko'k kitning yuragi 680 kilogramm kelar ekan. Inson qanchalik o'qimishli, aqlli, dono bo'lsa, yurak kasalligiga kam uchraydi. Lekin yurak kasalligi odamlar orasida ko'p tarqalgan. Hatto 300 yillik fir'avnning tanasi tekshirilganda ham unda yurak kasali aniqlangan. Baxt, quvonchli kunlar va sog'lom oziqlanish yurak sog'ligi garrovidir. Yurak pristuplari Yangi yil arafasida va yozning jazirama issiq kunlari ko'p uchraydi. Juda ko'p hollarda yurak pristupi dushanba kuni ertalab ro'y berar ekan. Yurak shunday harakatchan a'zoki, hatto inson yuragi sug'urib olinganda ham bir necha vaqt davomida to'xtamay urib turishi mumkin. Yurakdagi kislorod zapasi tugashi bilan yurak urishdan to'xtaydi. 1967-yil 3-dekabrda Janubiy Afrikalik doktor Christian Bernard inson yuragini bir insondan ikkinchi insonga ko'chirish sharafiga muyassar bo'lgan. Yurak ko'chirilgan bemor 18 kun yashagan xolos. Lekin bu dunyodagi birinchi muvaffaqiyatli yurak ko'chirilishi edi. Qo'lingizga tennis to'pini olib, to'pni mahkam qissangiz, yurakning qon haydashi kuchayadi. Yana bir qiziq fakt, ayollarning yuragi erkaklarning yuragiga nisbatan tez urar ekan. Yuqorida aytganimdek, baxt, saodat yurakni sog'lom qiladi. Kulgu esa yurakka kuch bag'ishlaydi. Odam kulganda yurak kuch bilan qon haydaydi va tomirlar kengayib rohatlanadi. Qachon va nima uchun sevgiga yurak ramzi berilgan, buni hech kim aniq bilmaydi. Ba'zi tarixshunoslar sevgiga yurak ramzini greklar bergan deb taxmin qilishadi. Katta yoshdagi inson yuragi 1 minutda 72 marta, 1 sutkada 100 ming marta, 1 yilda 36 million marta, butun umri davomida 2,5 milliard marotaba urar ekan. Inson aksa urganda esa yurak urishdan bir lahza to'xtaydi. Erkaklarning yuragi o'rtacha og'irligi 310 gram, ayollarning yuragi 240 gram bo'ladi. Qon inson tanasini 23 sekundda aylanib, yana yurakka qaytib keladi. Yana bir qiziq va dahshatli fakt. Yurak kasalligi butun tarixda urush va jangu jadallarda o'lgan odamlardan ham ko'proq insonlar o'limiga sabab bo'lar ekan. Shuning uchun aziz do'stlar, yuragingizni ehtiyot qiling, doim kulib yuring. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizni fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.